Mana bu baland binolar xuddi baland o'rmondagi daraxtlardek jonsiz. Telefonlar jonsiz. Mana bular jonsiz dunyoga bolani berilib tarbiya qilaversa, hissiyot patologik tarzda rivojlanib ketadi. Aql farosat orqada qolib boraveradi. Shuning uchun hozir 14 yoshar, 15 yoshar bolalarda operativ xotira yo'q. 5-qavatda yashaysiz, 14 yoshar bolangizga "Bolam, tezda tushib buxanka non olib chiq" dedingiz. Yugurib ketdi qo'lida telefon bilan. Esimdan chiqdi, tuz ham aytib bor dedi qiziga masalan. Balkondan qarab, "Hasan, tuz ham olib chiq." Xo'p dedi. Qo'lida telefon. Boradi, tuz esda qolmaydi, xo'p dedi bo'lmasa. Kerak bo'lsa tuzmi dedi. Xo'p dedi. Buxankani olib chiqadi. Mana dedi. Tuz qani? Menga tuz demadinglar. Qizim men senga aytdim. Oyijon aytdim, balkondan tuz ham olib kelib baqirdim, aytdim. O'sha 10 yoshar, 12 yoshar bilan. Xo'p dedi. Aytmading. Ya'ni quloqqa kirdi tovush markaziga. Sensor nutq markazi, ya'ni gapni anglash markaziga o'tmadi. Ikkalasi ham shu tomonda joylashgan. Bolalarda operativ xotira yo'qolib ketayotganligi ham mana bunaqa ko'proq telefonda o'tirganidan, yaxshi yomon informatsiyalar to'lib ketganidan.